Ismingiz nima? Jahongir. Nima qilyapsiz bu yerda? Salfetka sotaman, keyin pulini o'zim yig'ib maktab formasi sotib olaman. Maktab forma sotib olish uchun salfetka sotyapsiz. Yosh tadbirkordasiz. Ha, Qarang, hozir bitta narsa qilamiz. Maktab qurollarini barchasini o'zim sizga sotib olib beraman. Rozimisiz? mayli. Ketik. Maktabda necha bahola olasiz? 5 ta yurt. Aldamayapsizmi? Ya. Qaysi fanlarga qiziqasiz? Texnologiya, ona tili, Aha. jismon tarbiya. Skripkaga keldik. Nimadan boshlaymiz? Farqi. Sumkadan boshlaymiz. Mayli. Ketik, ryukzak olamiz. Qaysi ryukzak sizga yoqdi? Aka ryukzagim bor edi. Ha, bormi ryukzakingiz? Bor. Ketik, ha, boshqa narsa olamiz. Jahongir juda ham kamtar inson ekanlar, skromniy. Kelajakdagi orzungiz nima? Orzuyim ota-onam majga yetish. 2 dona ruchka oldilar-da. Nima yesadi? Kim bo'lmoqchisiz katta bo'lsangiz? Shu barber. Молодец. Qaysidan olamiz? Rangchasi qanday? Bo'ladimi? Siz Bitta yetadimi? bitta yetadi, o'rtada ham aka. O'rtada ham. Ha. Polni narsalar oldik. Mana bu skripka hamda bizning nomimizdan sizga hadya. Maktabda yaxshi o'qing. Kelajakda o'z o'rningizni toping. Yaxshi o'qiysizmi? Rahmat, ha. Va undan tashqari voucher. Agar narsalaringiz kam bo'lsa, ana shu 100 ming so'mga bemalol kelib, yana narsa olishingiz mumkin. Bu meni nomimdan sizga sovg'a. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Barchaga omad.